Mana Jizzaxdagi stadionimiz bitti. 25-45. Ustlari tenti yopildi. Gazonning chekalariga ko'k seri gazonlardan bosib berdi. Setkalarigacha tortilib yigirma 45 bo'ldi. Betondan betongacha mana chiziq 22 ga 42 joy qoldi. Mana bu tarafiga mana tribunalar qilib, ichkarida o'tiradigan joylar qildi. 1,5 metr qo'ydi. O tepadigan joylar. Orqadan ham shunaqa qildi. Bemalol ichkariga kirib tomosha qilsa bo'laveradigan holat. 1,5 metr qolindi chiziq. O'ynaladigan joy 22 ga 42 bo'ldi. Ustilar tent bilan yopildi. Eko bokovoy frontonlar tunika bilan yopildi. O'yinga tayyor. Bugun tugatamiz. Gazonlarni bosib, almonlar rezinalarni tashlayapti. 1-2 soatlik ish qoldi.